Amerikaning muz ustida figür chiqarib teyilish turi bo'yicha 3 qatim ئۆلىمپىك oltin medaliga erishgan atoqli تەنھەرىكەتچىسى Evan Bates 2022 yılı qishliq ئۆلىمپىك musobaqasiga soyibqonlik qiladigan Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini qo'rqinchli deb ayblagan va uningdan nafratlanganligini bildirgan. Evan Bates Xalqaro Olimpik Komiteti 19 oktyabr Gretsiya poytaxti Afinada murosim o'tkazib, Olimpik mash'alini Xitoyning Beijing qishliq Olimpik hay'atiga o'tkazib bergan. Shundaqla bu voqea Uyg'ur va Tibet tashkilotlarining noroziligiga uchragan kuni bu so'zni qilgan. Amerika NBC kanalının xabar qilishicha, Evan Bates 19 oktyabr Beijing qishliq Olimpiyaga qatnashadigan Amerika tənhərikətçilər ətrafının axbarat yığında kishilik huquq masalasi Xitoyning qishliq Olimpiyaga soyibqonlik qilishiga savol paydo qilganligiga baho berishni xolamaydiganligi haqidagi bir savolga javob bergan. U mundaq degan: Barliq tənhərikətçilərə vakolatan aytganda, men kishilik huquq dafsandichiligining noiti qabih bir ish ekanligini ayta olmayman. Bu javobning Xitoyga qartilmaganligini so'ralganda Evan Bates mundaq degan: Mening javobim umumiy kishilik huquqqa mos kelishi mumkin. Agar siz Xitoyda musulmonlarga nima ish bo'layotganligini so'rasangiz, bu baq qo'rqinchli va vahimalik. Evan Batesning aytishicha, ular Uyg'urlarga bo'layotgan ishlardan nafratlandi ekan. U mening tənhərikətçilar uchun bu yerda bo'layotgan ishlarni so'zlashimda masala yo'q. Bizmi inson. Biz u yerda bo'layotgan ishlarni o'qigan va anglaganimizda albatta nafratlanimiz. Biz u yerdagi ishlardan nafratlanimiz degan. Axborot yig'inida Xitoy miltidan bo'lgan amerikalik tənhərikətçi Nathan Chen va Vincent Zhoularmi Evan Batesning so'zlariga qo'shilganligini bildirgan. NBCning xabarida aytilishicha, Vincent Zhou tənhərikətçi bo'lish sifatimiz bilan biz yanala odamiyligimizni saqlab qolamiz. Biz Evanning deganlarini angladik. Biz uning qarshiga qo'shilamiz degan.